u vaqtda Ərishning podshohligi xuddi qo'llariga chiroq elib, to'yi bo'lgan yigitning oldiga chiqqan 10 qiz qo'ldashga o'xshaydi. Bu qizlarning 5i aqlsiz, 5i bo'lsa aqlli ekan. Aqlsiz qizlar chiroqlarini olgan bo'lsa-mu, yeniga yog' elib olmabdi. Aqlli qizlar bo'lsa, chiroqlari bilan birga qochilarda yog'mi olibdi. Yigit vaqti kelgachga ularning hammasini uyqu besib, uxlab qopdi. Yerim kechida yigit keldi, oldiga chiqinglar degan ovoz anglandi. Bunun bilan qizlarning hammasi o'rnidan turib, chiroqlarini parlabdi. Aqlsiz qizlar aqllilarga chiroqlarimiz o'chib qolay dedi, yig'inglardan beringlar-chu, debdi. Aqlli qizlar, yo'q, bizga ham sizlarga yetmasligi mumkin. Eng yaxshisi do'konga berib yog' setib olinglar, debdi. Lekin ular yog' setib olg'ili ketayotganda yigit kelib qopti. Tayyorligi bor qizlar uning bilan birlikda to'y ziyofatiga kiribdi. Eshik taqilibdi. Keyin elxi qizlar qaytib kelib, "Taqsir, ishni ichib eting", debdi. Biroq yigit, "Bilib qo'yinglarki, men sizlarni tonimayman", deb javob berdi. Hazrati Ayso yana mundoq dedi: "Shuning uchun sagak bo'linglar. Chunki inson o'g'li qaytib keladigan vaqt soatni bilmaysizlar." Ərishning podshohligi safarga chiqmoqchi bo'lgan odamga o'xshaydi. U chakorlarini chaqirib, boyligini ularga topshiribdi. U odam har bir chakorning ovqat qilish qobiliyatiga qarab, biriga 5000, biriga 2000, biriga 1000 kumush tanga berib yo'lga chiqibdi. 5000 tanga olgan chakor darhol berib ovqat qilib, yani 5000 tanga payda olibdi. 2000 tanga olg'ini-mu, yani 2000 tanga payda olibdi. 1000 tanga olg'ini bo'lsa, berib yani qo'lab, xo'jayini uningga topshirgan pulni ko'mib, saqlab qo'yibdi. Uzun vaqt o'tgandan keyin bu chakorlarning xo'jayini qaytib kelib, ular bilan hisoblashishga boshlabdi. 5000 tanga olgan chakar, yani 5000 tanga qo'shib elib kelib, "Xo'jayin, siz menga 5000 tanga topshirgan edingiz. Qarang, yani 5000 tanga payda oldim", debdi. Xo'jayin uningga, "Nihoyatda yaxshi. Sen yaxshi va ishonchli chakar ekansan. Men sana havola qilgan kichik ishda ishonchli bo'lib chiqqanliging uchun seni cho'ng ishlarga qo'yaman. Kel, xo'jayiningning xushalligiga jo'r bo'l", debdi. 2000 tanga olgan chakarmi kelib, "Xo'jayin, siz menga 2000 tanga topshirgan edingiz. Qarang, yana 2000 tanga payda oldim", debdi. Xo'jayin uningga, "Nihoyatda yaxshi. Sen yaxshi va ishonchli chakar ekansan. Men sana havola qilgan kichik ishda ishonchli bo'lib chiqqanliging uchun men seni cho'ng ishlarga qo'yaman. Kel, xo'jayiningning xushalligiga jo'r bo'l", debdi. Ondan 1000 tanga olgan chakar kelib, "Xo'jayin, sizning qattiq odam ekanligingizni bilatdim. Chunki o'zingiz termisingizmi, buning g'uslini kutasiz. Ruxsamsingizmi, qaman olasiz. Shunga qo'rqib, siz bergan tangini yerga ko'mib, saqlab qo'ygan edim. Mana pulingiz", debdi. Xo'jayin uningga, "Ey, yomon va xo'rin chakar, sen meni termigan yerdan o'rib oldigan, ruxsamagan yerdan xamin oldigan odam deb turib, nemishqa pulimni jazoni xo'rlarga omonat qo'ymading? Shunda qilsam, men qaytib kelganda pulimni o'simi bilan olmamdim. Xo'p, uning qo'lidagi 1000 tangini elib, 10 000 tanga bor chakarga beringlar. Chunki berilganni to'liq ishlatganlarga texmi ko'p berildi-da,
Bunun bilan ulardiki texmo köpüydü. Lekin berilganni işletmaganlarga kelsak, ularning borimi elib ketildi. Bu yaramsiz chakarni sirtqa, qorong'ulikqa qo'g'lib yetinglar. U yerda hasratda yig'lab, ishlarini uchurlatsin, debdi. İnsan oğlu öz şan şərəfi içində bütün pərişləri bilan birlə kəginində padşah olub şərəf taxtida oturdu. Bütün xalqlar onun aldıda toplandı. O, ularni qo'ylarning o'ng yeniga, o'chkilarni sol yeniga ayırgan qo'ychidek ayrıydı. O, o'ng yenidagi kishilarga, ey atam tərəfindən bəxtli qılınğanlar, kelinglar. Dünya opirida bo'lgandan beri sizlar uchun tayyorlangan miros Xudoning podshohligiga ega bo'linglar. Chunki osh qog'inimda sizlar menga yemaklik berdinglar. Ussiz qog'inimda usulliq berdinglar. Musafir bo'lib yurganimda o'z qo'yninglarga oldinglar. Yalang'och qog'inimda kiyindidinglar. Kesel bo'lib qog'inimda kelib halimden xabar oldinglar. Zindanda yotganimda yo'qlatdinglar, deydi. U chaqda haqqoniy odamlar uningga, ey Rabbim, biz sizni qachon och ko'rib to'ydirdik yoki ussiz ko'rib subadik? Sizni qachon musofir ko'rib qo'ynimizga oldik yoki yalang'och ko'rib kiyindirdik? Sizni qachon kesal yoki zindonni ko'rib yo'qlab turdik, deb so'raydi. Biroq podshoh ularga, bilib qo'yinglarki, eng arzimas qarindoshimdan bo'lgan bularning birarsiga qig'ininglar, dal menga qig'ininglar bo'lib hisoblandi, deb javob berdi. Ondan sol yendiklarga, ey la'natlar, ko'zimdan yo'qilinglar. Şeytan bilen onun g'olchilarga hazırlangan mangu o'chmas do'zax o'tiga kiringlar. Chunki och qog'inimda menga yemaklik bermadinglar. Usig'inimda usulliq bermadinglar. Musofir bo'lib yurganimda o'z qo'yninglarga olmadinglar. Yalang'och qog'inimda kiyindirmadinglar. Kesal bo'g'inimda va zindonda yotganimda yo'qlamadinglar, deydi. Bu chaqda ular, hey Rabbim, sizni qachon och, ussiz, musofir, yalang'och, kesal yoki zindon ko'rib turib, xizmatingizda bo'lmadik, deydi. Biroq podshoh ularga, bilib qo'yinglarki, eng arzimas qarindoshlarimdan bo'lgan bularning birarsiga qilmaganni menga qilmagan bo'ldinglar, deb javob qaytardi. Bunun bilen ular мәңгүлік жазаға uçuraydı. Haqqani odamlar bo'lsa, мәңгүлік hayatqa erişidi.